Xullas, raspravdashani baqirdi. Yuragim yorilib ketdi bor-ku. Men qayerdaman topinglar, Yangioboddan. Mana shu kallamdagi shapkaga 20 ming oldim. Hiltonda mana shu shapka bor-ku, nech pul turib bilasizlarmi? 350 ming turib. Orasini yo'sin. Senlar meni aldayman deydilar. Men aldanmayman. Tushundilaringmi? Orqada kimdir baqiryapti. Sekin ketaveramiz, hech narsadan bilmagandek. Astagfirullah, astagfirullah. Xudo. Shapkangi yurishni qaraylar, bir chetdan men ko'rgan kulur o'lib qola bor. Janobdan tirilib ketdi deb o'ylaydi. Aka mana shortingiz bu? Aka mana shortingiz bu? 35 mi? Yo'q, mana shuncha. Uncha arzon bu, olishga odam qo'rqadi. Bu olmish razmeri menga borki, chopon bo'lib qolgan. Bunga chekirib yotsam bo'ladi. 54, 58, buni chekirib yotsam bo'ladi. Mana shu ikkalar. Nech pul? Bitta shortek 40 ming. Rahmat opajon. Mana shu Salafandishdagini hech kim bilmaydi nimaligini. 11-mayga mana shu narsa bilan inshaalloh. Hech narsa olmayman dedim, shuncha narsa oldim. Menga tekkan xotinam maza qiladi, chunki men bozorda aylanishni yaxshi ko'raman, er xotin maza qilib aylanamiz. Xudo xolasa.